Assalomu alaykum hammaga, qadrli akalar, ukalar, dehqonlar. Bugun 20-fevral. Bugun hayit. Hammani hayit ayyomlari bilan tabriklayman. 30 kun davomida tutgan ro'zalari Alloh dargohida qabul qilsin. Akalar, bugungi maqsad video qilishdan mana 5-fevralda ekilgan teplitsamizga 8 sotik teplitsamiz, 8 sotikdancha kichkinaroq. Biz 10 sotiklik katyolni qo'yganmiz. Qanday yoqilg'i yoqildi, qanday rasxod bo'ldi, shularni tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Katyolimiz shu ko'rinishda. Endi aytib o'taman. Biz hali qolib ketgan ulitkalar qo'yganmizda 330 bitta, bu yoqda 500 lik bitta. Motori suv nasos 208 litr suvda olib keladi 1 minutda ichida. Shunaqa holatda havo pasaytiradigan. Endi men aytib o'tishim kerakki, misol hamma katyol qo'yilib turganda maqsad qiladi inson birinchi o'rinda zo'r chizsa. Shu o'zi nimani teplitsani poydevori bu katyolda. Katyol sababi maqsad nimaga qo'yilyapti bu katyol? Qishda eng sovuq paytida ekiladi. Undan tashqari shu paytda erta chiqarish uchun. Endi maqsad nima bo'ladi? Bu birinchi o'rinda katyoldan kutilayotgan turgan maqsad rasxodni oz qilsa. Undan keyingisi yaxshiroq isitsa. Ekonomichniy shunaqa holatda bo'lsa deb nima qiladi. Endi bu nimalarda ko'rinadi? Birinchi o'rinda katyolga bog'liq, ikkinchi navbatda hammasi uzluksiz bog'lanib ketaveradi. Ikkinchi navbatda teplitsani ichidagi tortilgan turbalarda sistema, shunaqa sistemada bog'liq. Undan keyingisi qanaqa desiz, teplitsaga bog'liq. Teplitsani ichida qanday nima bo'lgan, termiz bo'lgan, termiz qanaqa qilingan, shularga bog'liq. Endi birinchi o'rinda katyolni rasxodni oz qilish, mana oddiy sodda tilda aytib o'tib ketaman. Hamma katyol bir go'r, bir xilda, bir xil variantda ishlaydi. Shu ulitkani qo'yasiz, yoqasiz, isitadi. Shunaqa holatda u boshqa nimasi yo'q. Hammasi bir go'r. Faqat degan joyi bor. Shunday rasxodni ozaytirib, yaxshiroq isitish uchun ichkari tomondagi katyolda ichkari tomondagi sistemasini, misol mana qanaqadir mana kitob bo'ladi, yo turba tortiladi, yo boshqacha variantlar bo'ladi. Shunda katyolda ichkari tomonda suvni bo'lib tashlash kerak. Ozdan suv bo'lsa, oz suvni tez qaynab, tez chiqib ketadi. Shunda ulitga tashlab mana miya tashlaydi, buyruqni beradi miya, undan keyin o'chiradi. Shu dam olganda rasxodni tejaydi, ham tezroq isitganni hisobiga yaxshiroq isitadi. Shunaqa holatda. Faqatgina shu dimoxodidan 100% issiqlik chiqib ketmasa. Shunday holatda tushuntirib o'tgan bo'lsam, shunaqa bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Katyolni shu ichkari tomoniga bog'liq. Isitib zo'r nima qilib berishi. Savollaringlar bo'lsa yozsanglar, tushuntirib qo'limdan kelgancha yordam qilaman inshaalloh. Birinchi Alloh. Endi biz nimani aytib o'tamiz? Qanday ko'mir olib yoqilish kerak, qanday nima qilish kerak? Biz misol ochig'i biz arzonroq variantdan foydalanganmiz. 50-50 desa ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu qirg'izda bel olmasi 1600 so'mdan olingan. 5-fevralda boshida olingan. Biz maqsad ertaroq ekish kerak edi, lekin biz vaqtimiz bo'lmadi. Shu sababdan Xudoga ming qatla shukr ekib oldik shuni ham. 1600 so'mdan olindi. Shu paytlarda ko'mir yo'q edi. Undan keyin ko'mir kelib narx tushdi. 1500 so'm bildim. Endi anaqa holat bu, lekin ko'mirimiz o'ta zo'r. O'ta zo'r holatda yon. Bu qanday holatda? Mana shu ko'rib turganingiz, mana katta ko'mir. Biz bunga qo'shimcha angrenni oldik. Bu angrenni ko'miri 310 so'mdan oldik mahalladan. Endi buni ham ko'rsatib o'taman hozir.
Mana ko'rib turganingizdek, bu 310 so'mdan olingan. Maqsad nima sababdan bu ko'mir olingan? Bundan ham 7 tonna olingan. Pashti o'zi nima olingan? 6,5 tonna, 7 tonna deyildi. Bizga kelganda 7 tonna. Bu shunaqa holatda. Ko'p insonlar buni yaqolmaydi. Nima sababdan? Buni kuchi yo'q. Bu faqatgina turpoq xolos, axlat. Lekin onunga qirg'iznikiga qo'shib yoqilsa, siz rasxodingizni ozaytiradi. Misol birinchi yiliga qiynab, misol ochig'i eng problema bo'lib turgan narsa bu ko'mirni olib yoqish. Rasxodda oson emas insonga. Shuni biz osonlashtirish uchun tushuntirib o'tyapti. Buni yaqolmaydiganlar ham borda. Shuni yoqish uchun mana shuni ko'rib oldinglar. Hozir men yaxshi ko'mirni oldiga borib ko'rsataman. Shu yaxshi ko'mirdan tagiga tashaladi. Tagiga tashalgandan keyin ozroq, undan keyin 10 paqir, undan tashladik. Undan keyin 3-4 ta bundan tashlab, yana yomon ko'mir, undan keyin o'tin tashlab turib yoqdik. Shu holat bo'ldi, yonib ishlayveradi. Faqatgina 1-2 marta yoqib, qanaqa nima bo'ladi, izlanish kerak xolos. Izlansa odam yoqib nima qiladi. Shunaqa holatda. Lekin ochig'ini aytaman, qolganlarnikidan ozroq biz rasxod qildik. Mana bizni 5-fevralda yoqishni boshladik. Mana hozirgi kungacha yoqib kelyapti. Shuncha ko'mir bor hali. Yoqda ham bor. Boringki biz 3 oyga mo'ljalladik. 3 oyga, 5-fevraldan 3 oyga mo'ljalladik. Endi birinchi o'rinda nimadan qarang. Undan 50%, bundan 50% yoqib 3 oyga mo'ljallagan nimamiz 7 tonna u, bundan 7 tonna. 14 tonna ketyapti. Bu 7 tonnasi 1600 dan olingan, u nimadan olingan? 310 so'mdan. Unga plus nima qo'shilib qolgan? Yo'l kirasiga 2 million qo'shilgan. Buyog'i u ham 5 millionga tushgan. Buyog'i 15 millionga ko'mir olingan. Shunaqa holatda bo'lgan. Shunday yaxshilar bo'ladi. Endi ko'proq olinganda, endi uni hali birinchi boshlanishiga, misol mablag' yetmaganda yoqsangiz yaxshi bo'ladi. Endi yana aytib o'tib ketaman. Mana Teplitsa 8 sotikdan shunaqa chicha kamroq, bo'ylari 6 metr shunaqa. Endi havo almashtirish, bu yerdan havo almashtiramiz, bu yerdan bu yergacha ochiladi. Shunaqa holatda. Havo eng muhimi. Ichkari tomondagi sistemani tushuntirib o'taman. Teplitsaning ichiga kirib oldik. Biya mana yarimi sistema. Endi bu boshidan kelganda kelib bu yoqqa qarab ketgan. Endi birinchi o'rinda kat yo'lni qo'yishni vazifasini aytib o'taman. Kat yo'l mana shu yerga qo'yilgan bizda. Bu jinday xatolik. Kat yo'l qayerga qo'yish kerak? Teplitsani uzun eniga 31,5 metr. Uzunligiga 24 yo 25 metr. Shunaqa holatda. Endi buni o'rtaga, shu yerga misol mana mashaqdan kelib turib 15 metrga qo'yish kerak. Sabab bu yoqqa suv oqadi, bu yoqqa keyin yana oqadi. Tezroq aylanish kerak sistema. Shu sababdan. Agarda bizda iloji yo'q bo'lib qoldi, endi qilinadigan ish, sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, yana bitta turbani olib kelib turib, shu yerdan misol mana shu yerdan shunday uzib turib, bu yoqni bekitib, bu yoqqa ulab qo'yish kerak. Ulab qo'ysiz, haligi tezroq aylanadi, tezroq sirkulyatsiya bo'ladi. Shunaqa holatda. Qanchalik suv tez borib, tez aylanib kelsa, shunday yaxshi bo'ladi. Endi mana sistemamiz pushta tizimida ishlaydi. Endi mana bu tomonda 4 ta tushgan. 4 dona. 4 dona tushgan. Undan keyingisi narigi tomonda ko'rinib turgan bo'lsa, u yoqda ham 4 ta. Endi bular mana issiq suv shunday kelayotgan keyin tushadi.
Shunday tushib turib, mayda ketadi. O'rtaga boradidan keyin munda qaytadi. Shunaqa holatda. Bunda nima yutuq bo'ladi? Yutug'ingiz issiq suv sirazi keladidan keyin, uzr badringni yeb turdim. Jini tomog'im og'rib qolibdi. Shundaysiga tushadidan keyin issiq suv hammasiga kiradi. Issiqlik sirazi chiqaradi. Sirazi chiqqan issiqlik yaxshiroq isitib beradi. Shunaqa holatda bo'ladi. Shu sababdan shunaqa holatda sistema. Endi undan keyingisi mana bu yerda tushib olgan bo'lsanglar, bu yerda 4 ta shunaqa holatda bo'lib, bu yerda 4 ta ketadi. Uni ham ko'rsatamiz. Mana kelyapti mana. Hammasi bir xilda. Bizniki jicha pushtidan balandroq bo'lgan. Mana yerda ham mana 2 ta nima qilingan. Bu yerda ham mana 4 ta shundaysiga ketib turib, u yerda 2 ta borgan, 2 ta ketgan. Shunaqa holatda bo'lgan. Shunday sistema. Tushuntira olgan bo'lsam, shunaqa holatda. Birontasidan ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa. 5-fevralda ekilgan badrinlarimiz. Mana bu haligi bunaqa sistemada tegib qoladi, boshqa narsa degan narsa yo'q. Shunday holatda tegmaydi ham, nima bo'lmaydi. Endi mana keldi. Turba kelib hammasi mana urildi. Urilib, mayadagi ham xuddi shu holatda qaytib ketyapti. Mana ikkita mana shu narigi tomonga ketyapti. Bu ham issiqlikni chiqarib turadi. Endi sabablardan biri bu yerdan keladigan suv mana shu oxirgi tomon sovuq bo'ladi. Shu sababdan shular qo'yilgan. Shu issiqlikni yana ham chiqarib berish uchun. Shunaqa holatda. Tushuntira olgan bo'lsam, endi yana bir aytib o'tilish kerak bo'lgan narsa, teplitsani eni bo'ladigan nimasi, qanaqa qilish kerak? Teplitsani enini 6,5 metr qilish kerak. 6 metr mana shu teplitsalar, nariyalar 6,5 metr. Bular jinni torroq bo'lib qolgan. Shunaqa holatda. Endi mana shu ko'rib turilgan turbadan bu turbagacha 1.45, aynaqa 1.50 aynaqa bo'ladi. Shunda erkin yuriladi, erkin nima bo'ladi? Misol, havo yaxshi aylansa, yaxshi nima bo'lsa, dehqonchilik yaxshi bo'ladi. Shu sababdan. Shunaqa holatda. Tushuntira olgan bo'lsam, sistema shu. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana issiqlik sirazi urib, shunaqa holatda bo'ladi. Men ko'pchilikka maslahat beraman. Shuni mana shunday holatda. Bu sirazi issiqlik kirib, aynan holat bo'ladi. Ko'pchilik qilishdi, yaxshi natijalar bo'ldi. Endi ikkinchisi, birinchisini tushuntirdim. Bu ikkinchisi edi sistema. Endi uchinchisi termiz tizimi. Termiz eng katta misol rasxodlardan tejashda biri bu termiz. Sabab termizda nimaga desangiz, termizda yaxshi rasxodingizni tejaysiz. Nima izolyatsiya zo'r bo'lsa, shunda yaxshi bo'ladi. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, mana u mana ketgan nimaniki, bu yoqqa ham A bo'lib tushgan, undan keyin bu yoqqa mana ochilgan ko'ryapti turgan bo'lsanglar, ochilib mana shunaqa holatda havo berilyapti hozir. Ikkala tomonda ham nima bo'lar. Mana ikki nima tortib olganmiz? 604 mi, 7li profil tortilgan. Undan keyin mana o'rtasiga ham xuddi shunday tortilgan. Bu chekaga ham shunaqa holatda bo'lgan. Ochilib, yopilib nima qilgan. Endi yana oxirgisi biz mana simni tepasiga shu agrovoloknoni tashlayapmiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, shu agrovolokno tashalib nima bo'lyapti?
nima yutuq keltirar ekan? Ochig'i, birinchi o'rinda shunga tashlayapmiz. Tashlaganimizdan keyin issiqlikni juda zo'r ushlab berar ekan. Mana shu zo'r narsa ekan. Sabab mana namlik ham yo'qolar ekan. Masalan, namlik mana ular tushgani, mana kapilnikniki namlik umuman yo'q. Ham zo'r ushlab berib turibdi. Shunaqa holatda bo'ldi. Undan keyingisi bu tepaga tashalgandan keyingisi bu cheka tomonga. Mana ponni chekiga ko'rib turgan bo'lsanglar, qo'yilgan hamma to'rala tomonga. Mana va nimalarnikini mana sistema tortganimizda bilsanglar, mana yoqqa qo'yiladi-yu, mana shunaqa qilmaganmiz. Bu yoqqa nima qilingan? Ko'rib turgan bo'lsanglar, to'rala tomonga hammasiga shunaqa holatda mana bu yerda ham xuddi ashindek. Aynaqa holatda olib ketilgan. Narigi tomonlar ham ayndek qo'yilgan. Bu tomonda oxirgi tomonimizda ham chiqarib tashlab turib to'g'irladik. To'g'irlab shunaqa holatga keltirdik. Mana yoqda ham mana xuddi ashunday ko'rinib turgan bo'lsa, mana bundan qo'yib shunday o'tkazdik. Mana badrinlar ham hammasi bir xilda bo'lar ekan. Sabab sovuq urgan joyda o'sishi ham nimasi ham qiyin bo'ladi-yu. Shunaqa holat bo'lmadi. Narigi eshikni oldida, ashun tortgan taqdirimizda ham shunaqa holat bo'ldi. Shular eng yaxshi usul ekan. Shunaqa holatda endi bizning yutug'imiz nimada bo'ldi? Biz 34 kun deganda badringni uzdik. 25 kilo shunaqa uzdik. Yana 2 kun o'tgandan keyin ko'paydi. Aynan bo'lib nima bo'ldi? Bu tomonda mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana eshigimiz oldilari kichkina badringlar. Kichkina, mana aytam, xuddi shunday kichkina. Bu ham kichkina. Mana eshikdagi nimasidan sovuq kirib turar ekan. Shunaqa holatda bo'lgani uchun. Shunaqa holatlar. Endi shuni tushuntirdim. Qo'limdan kelgancha. Endi yana aytib o'tish kerak bo'lgan narsa, xudo xolasa mana 5 fevralda ekilgan badringlarimiz biz xudo xolasa ekilishi mana baland nimaga ekilgan, pushtaga yaxshiroq tomir otish uchun shunaqa holat qilib olganmiz. Inshaalloh xudo xolasa yaxshi, lekin o'tgan yili rosa g'ovlab nima bo'lgan edi. Shanalari ko'p edi, lekin bunaqa tez baxmagan edi. 34 kunda uzmagan edi. 34 kunda uzdik. Shunaqa holat bo'ldi. Birinchi 26 ming so'mligiga uzdik. Undan keyin yana 22 ming bo'ldi. Aynan ko'tarilib, nima bo'lib uzildi-da. Oxiri bugun 19 mingga uzdik. 19 ming aynan bo'ldi. Aynan bo'lib tushib boryapti-da. Endi mening maslahatim ochig'i kattaroq ko'chat qilib, chiroyli qilib, kattaroq klokka yanvarda mas'ul nima deykan, dekabrda 10lariga ekilsa, misol ekiladigan bo'lsa, 1-fevrallariga chiqarsiz, agarda fevral, mart, aprel oyi ham pul olar ekan. Shunda yaxshiroq bo'lar ekan. Masalan, 40 kunda massaga chiqib yaxshi nima bo'lar ekanda, 40 kunda zo'r bo'lar ekan. Shuni men maslahat beramanki, misol 200 kilodan 10 sotikka 200 kilodan yaqqaningizda ham bir oyda 6 tonna, 10 tonna yoqib yuboring ponni. Siz sotishni boshlaysiz-da, 30 ming so'mdan sotsangiz, uni rasxoti chiqib ketadi-da, 2 marta, 3 marta sotganingizda.
Shunaqa holatda ekan. Hammamiz bitta paytga chiqarib olamiz, narx tushib ketaveradi. Maqsad nima? Sovuq paytda chiqarish kerak, yaxshiroq pulga sotish kerak. Daromadni zo'r topish kerak-ku. Shunaqa holatda bo'lgani yaxshi ekan. Xudo xolasa endi sotishni boshladik, inshaalloh duo qilib qo'yasizlar. Yana yilga xudo xolasa biz ham shu 5-dekabrlarda yo bo'lmasa 15-dekabrlardagacha ekamiz degan maqsad qildik. Endi faqatgina xudo xolasa hammasi Allohdan. Biz aytib qo'yganimiz bilan vaqt bo'lmay qolar ekan. Bir yil ham erta ekamiz dedik, vaqt bo'lmay qoldi. Lekin Xudoga shukr, erta chiqdi odamlarnikidan ko'ra. Endi hammaning dehqonchiligiga Alloh rivoj bersin. Avvalo. Endi men aytib o'tmoqchimanki, hamma narsani qilib, hamma sabablarni qilganingiz bilan baribir Allohdan so'ramasangiz, bu bir tiyin ekan. Katolik zo'r bo'ladimi, sistemangiz zo'r bo'ladimi, ichkari tomondagi termizingizmi, nima bo'lgani qat'iy nazar Allohdan so'rash kerak. Allohdan so'ralsa, keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Nimaga faqat Alloh deng, Allohga qo'yib qo'yish kerak ekan. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Akalar shunaqa gaplar. Eng asosiysi esimdan chiqmasdan aytaman. Agrovoloknoni olinglar, olib shundan nima qilinglar. Zo'r bo'lar ekan. Nimaga suv ham o'tkazmaydi ekan. Suv buni past tomonga o'tmaydi ekan. Tepadan chakka o'tadi-yu, aynaqa holat bo'lmaydi ekan. Umuman xudo xolasa. Badriylarimiz Miracle bilan Pantino. Biz o'zimiz chiqarardik, ko'chatda ham bir chiqara olmadik, vaqt bo'lmadi. Shu holatda shularni nima qildik. Shunaqa gaplar. Bu ham yaxshi ekan, xudo xolasa. Hali eng zo'ri Zara deyiladi, endi Oltiariqda. Bu ham yaxshi shekilli. Endi shu sortiga ham bog'liq ekan. Mana 3 tadan 2 ta qilgan, 3 ta, 4 ta mana nimasida bor ekan. Endi qo'limdan kelgancha men ham maslahatlarni beramiz, xudo xolasa. Kimga maslahat kerak bo'lsa, biz tushunadigan narsamiz sistema, katyol, asosiy katyol qilamiz. Shunaqa holatda. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.